Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi ko'chmas mulkimiz Dekkan bozorning yanında. Berening Dekkan bozor, Xalq banki, Hamkor bank, yandening parkning yanında joylashgan toza domli 4-etajında 2 xonali kvartalni sotib olibdi. Berening Urologiya, shahar Urologiyaning yanında joylashgan. Shu ko'chada girsak, toza domli mestasini umuman gap yo'q. 9 etajga desa hamma biladi. Shu domimizda, toza domda yan boshida bog'cha, maktab, xususiy maktab qurilyapti. Hamma uslubyasi bor. Shimniy fabrikaning orqasida joylashgan toza domda. Joyimiz ikkilamchi kredit asosida sotiladi. Berening Markaziy ipoteka bank xizmatlari yonginasida. Berening Zaksning to'g'risida Beeline ofisi joylashgan. Hamma joy zo'r joyda joylashgan. 2 xonali kvartalni sotib oldik. Qanasa ichkari qismi bilan donishib ko'rish chiqsak. Endi esa 4-etajimiz ham yetib keldik. Ishlari damir eshik, zamonaviy, yaxshi eshiklardan qo'yilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Kirganimizda oyoq tilamiz, parketli pol, g'alla, turkman g'alla tashalgan. Patologimiz oqlanib, ajoyib bo'lib, gipsakardolar bilan qo'yilgan ekan. Lyustralarimiz bor. Ajoyib lyustralardan qo'yilgan. Joyimiz toza domda. Yan tarafimiz hojatxonasi, kuxnisi, zali, spalni va sanuzelimiz joylashgan. Joyimizda registrlar ham ajoyibdan qo'yilgan ekan. Ajoyib etib qo'yilgan ekan. Endi hojatxonadan boshlaydigan olsak, hojatxonamiz ham ajoyib. Yarim qismini ochildi, kafel bilan chiqib, ajoyib bo'lib turibdi. Oyoq temisining kafel akkuratniy joy ekan. Dimoxodlari bor. Patologimiz plastik bilan qoplangan. Eshiklarimiz akkurat eshikdan qo'yilgan ekan. Hojatxonamiz. Bu ham taraf kuxnimiz. Kuxnimiz eshiklari zamonaviy, yaxshi eshiklardan qo'yilgan. Endi kuxnimiz ham ulu tushgan. Xonalari ulu, oyoq yerda turkman g'alla. Patologimiz gipsakardon bilan, beton ustidan gipsakardon bilan qo'yilgan ekan, oqlanib, kraskalanib turibdi. Lyustralar ham ajoyibdan qo'yilgan ekan. Hurmatli obunachilar. Aynalari akvayna, rushotka bo'lgan aynalari. Kir mashin bilan xonandilik ketar ekan, qolgan hammasi qoladi. Gaz plitalar ham toza. Berening kotelimiz joylashgan. Original Made in Koreyaniki. Reduktorlari pastda joylashgan ekan. Joyimizda umuman gap yo'q, ajoyib etib qo'yilgan ekan. Radiatorlar ham ajoyibdan qo'yilgan. Original narsalardan qo'yilgan. Yan taraf zalimiz ham patologimiz beton ustidan gipsakardonlar bilan qo'yilgan ekan, ustidan kraskalanib turibdi. Joyimizda jaluzi perdalar ham bor. Kondisioner original turibdi, Avalon yili toza. Kondisioner ham qoladi. Televizorimiz ketar ekan. Joyimizning kvadrat metri 57 kvadrat metr. Yan tarafimiz spalnisi. Spalnisi ham ajoyib. Mana gap yo'q. Aynalari rushotka bo'lgan. Ajoyib. Berening Nokia magazin. 9 etajning yanında joylashgan. Mestasini umuman gap yo'q. Zo'r mestada
Zor kvartiramız satılığa çıktı. Yan tarafa gireden olsak sanuzilimiz da patalok açarlı kafil bolt tuttu. Patalokumuz plastik bilen kaplangan. Birinin imafotlar var. Aristonu var. Bir de rakam oynasam var ekan. Hürmetli obunachilar. Suv sevet gazdan umuman problemasi yo'q. Men naforam güçlü. James'ning narxidan keladigan olsak, James'ning narxi 410 million so'm. Üstüne kelganda kelishimlarda James ikkilamchi kredit asosida sotiladi. Eldan 30% to'laysiz, qolganini 7, 10, 15 ile bölüp to'lasangiz bo'ladi. Dokumentini 100% kafolat berib o'taman. Dokumentinde özüm köməkləşib, yardımlaşıb, adınızı ötünçə, axırınaça özüm yürüb, taxlap beraman. Sağ olun, salamat olun, həmməyə şunun gözəl nəsib etsin.